Poytaxtimizda O'zbekiston va Italiya ishbilarmon doiralarining biznes muloqoti tashkil etildi. Unda ikki mamlakat o'rtasida savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish, eksport-import aloqalarini yanada mustahkamlash muhokamalar markazida bo'ldi. Ikki davlatning yetakchi kompaniyalari ishtirok etgan muloqot tafsilotlari navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Italiya, O'zbekistonning Yevropa qit'asidagi asosiy hamkorlardan biri. So'nggi yillarda ikki mamlakat o'rtasidagi o'zaro manfaatli kelishuvlar natijasida savdo-iqtisodiy ko'rsatkichlar ortmoqda. Xususan, O'zbekiston va Italiya o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 437.9 million AQSh dollarini tashkil etadi. Tovarlar va xizmatlar eksporti hajmi ham ortib bormoqda. Biznes nonushta yangicha formatda o'tkazilgan muloqotda O'zbekiston va Italiyaning yetakchi kompaniyalari, shuningdek, mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan Italyan biznes missiyalar va vakolatxonalar vakillari ishtirok etdi. Italia и Узбекистан. У нас есть очень сильное сотрудничество на экономической сфере. Italiya va O'zbekiston mamlakatlarimiz o'rtasida iqtisodiy sohada kuchli hamkorlik bor va bu hamkorlik yangi, har tomonlama manfaatli yo'nalishlar bilan boyib bormoqda. Ayniqsa savdo-iqtisodiy ko'rsatkichlarimiz ortib boryapti. Bugungi uchrashuvda ham biznes vakillari bilan ko'plab loyihalar ustida fikr almashdik va aytishim mumkinki, ushbu muloqotimiz O'zbekiston va Italiya ishbilarmon doiralari o'rtasidagi ikki tomonlama muloqotni mustahkamlash uchun muhim platforma bo'lib, mamlakatlarimiz o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarni chuqurlashtirishga xizmat qiladi. Muloqot davomida ishbilarmonlik muhitini yaxshilash bo'yicha takliflar, o'zaro manfaatli aloqalarni yanada rivojlantirishga qaratilgan tashabbuslar ilgari surildi. O'zbekistonda hozirgi kunda Italiya bilan turli yo'nalishlarda hamkorlik qilayotgan kompaniyalar soni ortib bormoqda. Bugungi uchrashuvning o'rni ham juda katta. Bunda ko'nikma tajribaga yetgan mutaxassislar Italiyaga borib, ishlash imkoniyati bo'yicha hozir mana Italiya elchixonasi bilan birgalikda ishlar olib bormoqdamiz va u yerdagi katta muhandislik kompaniyasi bilan shartnoma imzoladik. Buni natijasida hozirgi kunda biz mana shu mutaxassislarimizni Italiyani yetakchi kompaniyalarda ishga joylasak, ular tajriba bilan O'zbekistonga qaytib kelib, u yerdagi tajribani O'zbekistonga olib kelib, yanada qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqarishga o'z hissasini qo'shadi degan umiddamiz. Albatta, o'tkazilayotgan bunday yangicha formatdagi muloqotlar biznes yuritish jarayonida tadbirkorlar duch keladigan dolzarb masalalarni hal etish, qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini joriy etishda muhim platforma vazifasini o'taydi.